Assalomu alaykum mahalla guruh ziyolimislar tinchmi? Mana bizlar bu Shuling qishlog'iga keldik. Shuling. Mana hozir tomosha qilinglar. Bu xalqni qaranglar. Manzarani qaranglar. Ey xalq tomosha qilinglar, xalq. Mana yashayotgan uylarni qaranglar mana. Чисто природа bu. Mana yashayotgan joylar. Konkretno mana va qo'ychalar. Mana shu fikr namoz o'qidik mana shu yerga. Peshinni mana tomosha qilinglar. Exiq qarab ketgan. Eqlari uzoqqanan hay ana. Shuling qishlog'i ana, Shuling qishlog'i ana shu ekan. Mana bu uloq chopgan joy. Uloq chopgan yana sher. Zohid qish. Palvon tug'ilgan qishlog mana shu yer. Kimga interesni bo'lsa mana shu O'zbekistondagi zo'r palvon bor-ku, Zohid palvon deyishadi. Zohid mana shu qishloqqa tug'ilgan. Mana shu yerga tug'ilgan. Ana shu. Mana tarafdagi uy mana shu taraf Zohid palvon uyi yana yer qayerga. Mana bu uy. Mana shu Zohid palvon qishlog'i bo'ladi. Hammalaringga rahmat. Tomoshabinlaring uchun bor bo'lib, bu mo'shilar qaraylik pastga. Ey, xalq qaraylik, xalq. Asa ko'p.